Uchtepa tumanida yana bir jiddiy qonunbuzarlik. Ko'p qavatli uyning tayanch devori buzilgan hamda yerto'lada qazish, kavlash ishlari amalga oshirilgan. Mana ko'rib turganingizdek, yerto'la qismi deyarli 1 metr qazish ishlari amalga oshirilgan. O'zboshimchalik bilan bu holat bitta bu yerda emas, narigi blokda ham sodir bo'lgan. Bundan tashqari, mazkur ko'p kvartirali uyning kommunikatsiya qismini ko'ryapsizlar. Yotiq quvurlar, tik va yotiq quvurlar joylari o'zgartirilgan o'zboshimchalik bilan. Ko'p qavatli uylarning tayanch devorini buzish, yerto'lada qazish, kavlash ishlarini o'zboshimchalik bilan amalga oshirish ko'p qavatli binolarning seysmik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ichki kommunikatsiya tarmoqlarini o'zboshimcha o'zgartirish esa tarmoqda nosozliklarni keltirib chiqarib, boshqa fuqarolarga noqulaylik tug'diradi. Aniqlangan holat yuzasidan mulkdor joyida bo'lmaganligi sababli mazkur holatni oldingi avvalgi holatiga qaytarish yuzasidan majburiy ko'rsatma hamda ma'muriy bayonnomalar pochta orqali yuborilishi ma'lum qilinadi. Agarda belgilangan muddatda holat mulkdor tomonidan bartaraf etilmagan taqdirda hujjatlar rasmiylashtirilib, tumanlararo fuqarolik sudlariga da'vo arizasi kiritilishi ma'lum qilinadi. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 648-sonli qaroriga asosan ko'p kvartirali uylarning yerto'lasida rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish, tayanch va tayanch bo'lmagan devorlarni buzish, kavlash, muhandislik kommunikatsiyalarining sxemasi o'zgarishiga olib keladigan har qanday o'zgarishlarni amalga oshirish qat'iyan taqiqlanadi.